Bismillahirrohmanirrohim. Pok Parvardigor, musofirga yurgan birodarlarimizni, aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni o'z panohingga asragin. Nima niyat qilgan bo'lsalar niyatlariga yetkazgin. Ishlarini rivojini bergin. Oxiratimizni baxayr qilgin, joyimizni jannatdan qilgin. Allohim Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni qo'llaridan zamzam suv ichishni o'zing ro'zi nasib aylagin. Allohim dargohingga borib 2 rakat namoz o'qishingga o'zing bizlarni ham yetkazgin. Allohim barcha musofir birodarlarimizni tanijonlarini sog' qilgin. Bemorlarning dardiga shifo bergin. Befarzandlarga farzand bergin. Beimonlarga iymon bergin. Insofimizni bergin. Allohim hamisha panohingga asragin musofir birodarlarimizni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.